Hürmetli vatandaşım, bugünkü liksiyimizle başlayımız. Prezident Mayıncu bilen Reis Xi Jinping uçraşkandan keyin Amerika'nın Tayvan siyasi öz görüşü mümkün mü? Mavzulu haber 11. ayının 9. günü Dobe Tor betide ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Jungo'nun rehberi ve Tayvan'ın rehberi Singapur'da tarihi karakterlik uçraşkandan keyin iki taraf uçuruşdan keyin ortak bayanat ilan kılmadı yoki her qandaq bir kelishimga imza qo'ymadi. Lekin ikki tarafning bu qatimqi uçurushish to'g'risida o'ylaganlari uçurishning simvollik ahamiyatidan olqib ketdi. Jungo Tayvan rahbarlari bo'libmi uzun muddat huquq yurgizadigan Reis Xi Jinping uchun aytganda bu qatimqi uçurushish shubhasizki texmi cho'nqur strategik tafakkurga ega. Tayvan Jungo munosabatining yuzlanishi Tayvanning Jungoning kelgisiga munosabat bo'lib qolmasdan o'xshashla Osiyo Tinch okean rayonining geopolitik siyosatiga ham cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari izchil holda Jungo Tayvan munosabatida ve Osiyo Tinch okean rayonida izchil muhim rol o'ynab kelmoqda. Dikkat vatandaşım, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungo Tayvan munosabatida ve shundaqla Osiyo Tinch okean rayonida izchil muhim rol o'ynab kelmoqda. Jungo Tayvan munosabatida besish karakterlik ilgirlash paydo bo'lganda Amerikaning Tayvan siyosatida o'zgarish bo'lamdi yoki tartibsizlash bo'lamdi. Masalan, Jungo Tayvan munosabatida besish karakterlik o'zgarish bo'layotgan bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan siyosatida o'zgarish bo'lamdi va yoki tartibga solish bo'lamdi. BBC Xitoy til programmasi muxbiri Amerika Qo'shma Shtatlari Washington Jungo Tayvan masalasi Washingtonda Jungo Tayvan masalasi tadqiqotchisi, strategiya va xalqaro tadqiqot markazining nopozliq maslahatchisi Boni Glayserning so'zlaridan naql keltirib bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi.